Salom do'stlar, sizlar bilan men Nasl Kundurum. Bugun videomizda 500 solma solishga harakat qilamiz. 500 Simichel Real Madrid 5 Simichel do'stlar, Simichel ekan darvozaboni kuchli komanda bo'lishi mumkin. Sal himoyasiga qilib qo'yibdi. Yarim himoyasiga ham qilib qo'yibdi. Hujumiga ham qilib qo'yibdi do'stlar. Inqillatib qo'yibdi. Hamma yo'qni Simichel davom turib. O'zi yarim himoyasida qilib qo'ygan. Va shu zashtasini gapiramasa bo'ladi. Zashtasi to'xtatildi. O'yin boshlanib ketdi. O'zi bilmay qoldim nima bo'lganini. Mana bizning 120 lekin Serozna zashtasiga qilib qo'ygan, bilinib qolibdi. Mana 118 hujumiga ham qilib qo'yibdi, yarim zashtasiga ham qilib qo'yibdi. Hammasi qilib qo'ygan, короче. Endi bugun buni yutolmasak endi uyat. Hazardi bor ekan, yaxshi, massasiq. Hazarding meni Wilsondan birinchi daqiqada namashini tushirib qo'yib, kuchliroqda. Nima qilyapsan sen? Qatish yo'q menda. 20% qoldi do'stlar. Zaryad kam. Zaryadimiz kam. Nima bo'ldi? Do'stlar chiqib ketib qoldi. U chiqib ketdi, o'ynayman dedi. Qo'rqdi-da do'stlar, endi nima qilamiz? Qilib qo'ygandan keyin qo'rqadi. Buni o'ynaysan, buni o'ynab bo'lmaydi. Mana shuni o'ynaymiz. Qaytadan odam bormi? Odam yo'q deyapti odamda. Hammasi endi do'stlar nima qilishni bilmayman, mashinalarni tutamiz. Birinchi tutishni boshlaymiz. Hech qanaqa o'yin chiqmasa, ana dalini bosamiz. Birinchi navbatda ana makta pulli o'yin chiqadi. Fransiya bilan ekan tiqaveramiz o'yinga. Endi shunaqa qilib tutamiz-da. Bernardo Bruno Fernandesni boshqa telefonimga tushirdim do'stlar. O'chirib ketdim. Yangidan sostav tuzishimga ancha qiyin bo'ldi. Yo'ldan zarba edi. Tegmaymiz do'stlar, indamaymiz. Chiqib ketishini bilamiz. Bossalaring ham beradi do'stlar, qaranglar, ko'rdinglar? O'yinlar qilib tashlagan bolalar ekan. Fransiyaniki. Portugal, Alessandro, Santiago, Fernandes, Ruben Dias. Fransiyani ligasi keldi do'stlarda. Keyin Super Liga keldi. Mana degandek yangi odamlar keldi. Oho, mana do'stlar. Haqiqiy o'yin degandek yangi odamlar keldi. Hozir Foden'da top ashdan tiqib bersam, davay obuna bo'lasizlar. Obuna bo'larman. Vallahi, darvozaboni qattiq ekan. Mashdan tiqsam like bosasizlar, davay. Voy! Do'stlar, voy! Qanday? Mashdan tiqsam like bosasizlar. Voy! Yo'q, qanday bo'lishi mumkin shunday Carlos Puyol tiqalmagani. Voy! Ana endi darvozabon qiluvdi uni, shunsa bo'ladi. Rabbit deb qo'yarlik, quyon deb qo'yarlik, tez chopar quyon. Gol. Oho, Figoda. 2-0 ekan do'stlar. Brunodan boshlab bergan ekstra time bo'ladi bular. Lekin yomon turamiz. Bala yo'llab tashlarim do'stlar hozir. Deko. Do'stlar, har kuni bitta obunachi va har kuni video chiqadi. Bitta obunachi va har kuni bitta video. Like va obuna bosishni unutmang.
do'stlar, to'g'risini aytsam yomon bo'lyapti. Hozir shuncha yomg'ir 2-0 Fransiyani tiqib tashladik do'stlar. Tiqishdi gol. Qivordi Fransiya, ishoninglar. Real Madrid pro bir bala. Bizchada do'stlar shuni o'rasizlar. Mana o'sha kun. 350 do'stlar. Yangi odam ochamiz, davay. Davay do'stlar, davay. İspaniyaliklardan mı yo'q? Galereyasiga kiramiz. 300 taga yangi bitta himoyachi sav. Qidiramiz bittan barisi 500-350 ta borlik. Bu pakmamidi Portugaliyani pakdan ko'ramiz. Vitinga tushirib qo'ysak ham katta. Vitinga 800 ta ekan. 1000 ta. Eng kam 250 ekan. Rafael Leo İspanyani pakidan Spalla pak yaxshi. Mana bitta ikkita o'yin o'ynaymiz. Keyin mana suratda olamiz 150 tani. Kutamiz hozirchalikcha gologramma bitta. Galereya ko'r. 300 taga Paul Barosi. Do'stlar, pak. Pak Barcelona olaman do'stlar. 300 taga pak bosildi. Pak Barsi, davay. Ya, bitta 60 ta qolibdi-ku. Nimaga? Mana bu yaxshi-ku, mana qarang, mana bu 350 ta. Oltin 350 ta. Yaponiyani kuchi, Yaponiya mayli mashta olamizda qidirib agarda. Nadalar u Japonda? Niderlandiyaniki, Niderlandiya. Bundan ko'ra tinchgina Xorvatiyani pakidan bitta darvozabon qo'ya olamiz do'stlar. Bizdan nima ketdi to'g'ri? Davay, darvozabon bosdik do'stlar. Xorvatiya pakidan. Hozir yurishini ko'ramiz. Qadimgi yurish do'stlar. Qani do'stlar, yurish qadimgi Niderlandiya. Ohohoy. Ko'ryapsizlar do'stlar. Do'stlar, ko'rdilaringmi? Qanday chiroyli omad bu pakda yurdi. O'shaning uchun like va buni bosib qo'yamiz. Chunki yurish ham tiniqida. Endi bitta darvozabonimiz bor. Joan Garcia deb mayli. Endi mana pakka qaraymiz. Bitta ham 300 ta bo'lsa, bitta 50 ta 10 ta olganmiz xolos. Mana shu kim? Yanoma. Dembelga o'xshaydi. Mana shunga o'xshaydi. Bu xato. Bundan hali olmaganmiz. Mana shungacha o'tishgan hali ancha bor ekan. Olyapmiz hozir mana shu pakni bosamiz. Chunki Italiya Halen bosibmiz. Qo'rqib chiqdi hamma pakni. Endi ertaga yangi pakka o'tamiz. Endi ertaga yangi pakni olamiz. Mana shu hozir bugun olish kerak. Davay, ikkita o'yin o'ynab chiqib ketamiz. Birinchi o'yin. Do'stlar, ko'rdilaring, yurdi, darvozabon oldik. Endi yaxshi darvozabon, yomon darvozabon bilinma. Endi Barsiga qarab deydi-ku. Endi omadga qarab qildik. Do'stlar, pastdagi ikkitani yo'qotgan edik, endi yo'qotamiz. Niderlandiya do'stlar, holaganda ochgan edik. Van Dijkni ko'rmagan edik. Bordir hozir. Van Dijk bor ekan, ko'rdim do'stlar. Van Dijkni Niderlandiya bilan Ispaniya o'ynagan-ku degandek deymi? Ana Van Dijkni o'tib gol tiqamiz, davay. Darvozabon. Men darvozabon ekan do'stlar. Davay.
İyi. Xuddi o'sha darvoza просто teshilmayapti. Endi ham teshilmasa kerakda. Yaxshi kelib qo'yilmaganini qaranglarda. Gol. Zam. Voy. Darvozabonni Van Dijk ham hayron qolyapti-ku. Oxiri gol tiqdi. Kalofier bir gol tiqdi oxiri do'stlar. Mana birinchi kalla do'stlar. Darvozabon oxirgi kalamdek qo'ydim. Tiqilib ketdi do'stlar. Do'stlar bu ham omaddi. Mana shu o'yindan keyin like va obuna bo'lishni unutmang. Sizlar xohlagandek jo'shqin o'yin bo'ldi. O'ta yaxshi va samaraliroq qatish bo'lyapti. Hozir Luis Figo'da Van Dijk pakka tashlab o'tib ketdik. Gol, ikkinchi gol 2-0. 2 daqiqaga yozilib to'potini. Oy mana. Nima bo'ldi? O'sha Deko birga chiqib ketyapti. Voy. Shunday darvozabonni qaranglar, bilib qoldi zarbani. Qasam zarba berib qo'ydikda do'stlar. Rahim qildik, rahim. Sizlar xohlagandek jo'shqin o'yin bo'ldi, yurdi ana. Afsal bor ekan-da. Bo'lmasa gol urardim. Mayli. Pong. Oxirgi lahzani gol bilan yakunlay olamanmi? Va yakunlay olmadim. Do'stlar, sizlar bilan men Nasl kanalim keyingi videolargacha